Hurmatli do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun katta rahmat aytmoqchiman. Ammo kanalimiz rivojlanishi uchun, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoga like va kommentariy yozing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Anyverse jamoasi. Mustafa Kamolning so'nggi damlari. Fissinger, Marchioni, Erich Frank, Bergman, Eppinger, Chabrol, Chiray kabi dunyoning eng mashhur professor shifokorlari va Turkiyaning mashhur mutaxassislari birgalikda har qancha urinmasin, kundan kunga Mustafa Kamolning ahvoli og'irlashib borardi. Ayniqsa 1937-38 yillarda uning kasalligi avj pallasiga chiqqandi. Mustafa Kamol 20 yoshlarda gonoreya kasalligiga chalingan, bu xastalik asoratlari keyinchalik bot-bot namoyon bo'la boshlagandi. Dernada paytko'z yallig'lanish kasalligini boshdan o'tkazgan, natijada bir ko'zi g'ilayroq bo'lib qolgan edi. So'ng buyrak va yurak bilan bog'liq xastaliklarni boshdan kechirdi, ammo bu safargisi avvalgilarga o'xshamasdi. Shu bois shifokorlar nima qilishmasin, u tobora og'irlashgandan og'irlashib borardi. Mustafa Kamolning so'nggi damlariga oid aksar ma'lumotlar afsuski sir saqlangan. Professor Shahsuvor o'g'li Mustafa Kamolga 1923-yildan boshlab shaxsiy shifokor bo'lgan professor Nashhat Umar Irdalbdan Otaturkning sog'ligiga doir ma'lumot olish yo'li to'sib qo'yilganini aytdi. Hatto bir safar Irdalb xorijga chiqmoqchi bo'lganida davlat rahbari Ismat Inonu uni chaqirib, "Yaxshi bor, lekin senga xotira yozmasligingni qat'iyan so'rayman" degan. Nash'at Umar bunday niyatim yo'q deb javob berganiga qaramay 1949-50 yillarda yuraklikda gumon qilinishi bahonasi bilan uyida tintuv o'tkaziladi. Shu bahona uning Otaturk hayotiga oid xotira kabi biron narsa yozgan-yozmagani tekshirib olinadi. Mustafa Kamolning so'nggi damlarida maslahatchi bo'lgan shifokorlardan biri doktor Mahmuda Komil Berk yozgan xotiralar ham Nash'at Umar qo'li bilan olinadi va sirlar olamiga gumon qilinadi. Shu bois Mustafa Kamolning so'nggi damlari bilan bog'liq ma'lumot ko'p emas. Ularning eng ishonchlisi professor Badiiy Shahsuvor o'g'lining asari Otaturkning sog'lik hayotidagi ba'zi qismlarga ko'z tashlaymiz. 1937-yilda Mustafa Kamolni eng ko'p bezovta qilgan narsa tanasining turli nuqtalari, jumladan oyoqlarida paydo bo'lgan kichik shishlar edi. Shu yilning oktyabrida buning sababi Chankaya ko'shkidagi go'shtxo'rlar toifasidan bo'lgan qizil chumolilar ekani aytilgach, favqulodda safarbarlik e'lon qilindi. Dezinfeksiya mutaxassisi Nuri Rifat Kuyerining tavsiyasi asosida ko'shkni Cyclone B nomli gaz bilan dezinfeksiya qilishga qaror berildi. Bu zaharli gaz odatda kemalarda qalamuslarga qarshi qo'llanar edi. Shuning uchun ishga Yavuz kemasining mutaxassislari jalb etildi va 1938-yilning 7-fevralida ishga kirishildi. Ko'shkning barcha eshik derazalari ehtiyotkorlik bilan mato va qog'ozlar bilan berkitilib, gaz sizib chiqmasligi ta'minlandi. 48 soat mobaynida ko'shk ichida dezinfeksiya holatida saqlandi. Ko'shk shu zayil qizil chumolilardan tozalandi. Biroq Mustafa Kamolni qiynagan kichik shish yo'q olmadi. Xorijdan shifokorlar chaqirildi. Bu paytga kelib, Mustafa Kamolning qornida suv yig'ila boshlagan. Bu uni muttasil gazovta qilayotgan edi. Izlanishlar natijasida shifokorlar unga jigar sirrozi tashxisini qo'yishdi. Mustafa Kamol shu choqqacha har oqshom 1 litrga yaqin raqi, ya'ni spirtli ichimlik ichardi. Shifokorlar kasallik sababini shunga bog'lashdi. Shifokorlar Mustafa Kamolning jigari deyarli ishlamay qolganini, vujudda zaharlanish boshlanganini, yog'lari butunlay erib bitayotganini ham bildirishgan edi. 1938-yil avgust oyiga kelib, kasallik so'nggi bosqichiga yetgan, Mustafa Kamol chuqur iztirobda qolgan edi. Natijada qornidan suv olishga qaror qilindi. Professor Mim Kamol Oke 1938-yilning 7-sentyabrida Mustafa Kamolning qorniga igna solib, suvni
shprits yordamida oldi. Uning qornidan 12 litr suv chiqdi. Afsus, bu urinishdan keyin ko'p o'tmay, uning qornida yana suv yig'ildi. Oradan 15 kun o'tib, takror olingan suyuqlik ham deyarli 12 litr edi. Sa'y-harakatlar samara bermayotgan, barcha usul va choralar qo'llanganiga qaramay, tez fursatda qoringa yana suv yig'ilib qolar. Mustafa Kamolning ahvoli esa borgan sari og'irlashardi. Oktyabr oyidan keyin sodir bo'lgan jarayonlarni professor Saxsuvor o'g'li xotiralaridan keltiraylik. 1938-yilning 13-oktyabri. Qorindan yana suv olindi. Idishlarga solinar ekan Mustafa Kamal buncha suv bir ridom kanistrni to'ldiradi. Qoringa qanday sig'ar ekan-a? dedi. Chunki bu safar ham yarim litrcha suv olingandi. Suv olib bo'lingach, Mustafa Kamol ancha yengil tortdim. Endi menga bir sigara bilan bitta qahva beringlar, dedi. 1938-yil 16-oktyabr yakshanba. Doktor Nashat Umar Irdalp Mustafa Kamolning hol va harakatlarida buzilish, oldin ham kuzatilgani kabi fikrda qarishiqlik, harakatida esa g'ayritabiiylik paydo bo'lganini aytdi. Mustafa Kamol kechasi bezovta bo'lganidan tunni uyqusiz o'tkazibdi. Ba'zan g'azab va g'ayrioddiy alomatlari zohir bo'libdi. Tongan yotog'idan katta hojat uchun maxsus tuvakka o'tirayotgan mahal yotog'i tomonga oraqasi bilan yiqilibdi. O'zi shularni sezib-sezmay kunni o'rindan turishga urinish bilan o'tkazibdi. Yotog'ida bir necha bor baqiribdi, nimalardandir g'azablanibdi, qayta qayt qilibdi. Kechki 18:50larga borib tamoman hushini yo'qotibdi. Bir kun oldin 40 daqiqacha ayollar bilan uchrashib gaplashadi. Boshqa ba'zi kishilar bilan ham ko'rishdi. Shubhasiz ancha toliqdi. Xonasiga kirganimizda u yotar, o'zini bilmasdi. O'ng oyog'ini qorni tomon tortib olar, qo'llarini beixtiyor o'ynatar, boshini uyon-buyonga tashlar, qarashlari ma'nosiz edi. Ba'zan uf deb qo'yardi. O'sha kunlar haqida doktor Uzgaya bunday xatirlaydi. 16-oktyabr. Yakshanba kuni soat 14:30larda doktor Nashat Umar Irdal bilan professor Kamol Okey Mustafa Kamol Otaturk yotog'ining dahlizida ba'zi dorilarni tayyorlashardi. Mustafa Kamol esa yotog'ida tinmay o'kirar. Orada qo'yib yubar deb baqirardi. Atrofidagilar uni yotqizmoqchi bo'lishar. U esa qarshilik ko'rsatardi. Shu bois ba'zi ukollar unga o'tirgan holda qilindi. U qo'yib yubor, tezda degan so'zlarni takrorlarkan, og'zidan oz miqdorda sariq suv keldi. Unga kichik muz bo'laklari yuttirildi. Oradan biroz vaqt o'tib, o'qishmay qoldi. "Meni ko'taringlar", dedi Mustafa Kamol. Aslida yotqizib qo'yinglar demoqchi bo'lgani anglashildi va yotqizildi. Bosh tomonidan yaqinlashgan Hasan Rizo Soyakning "Muz yaxshi ta'sir qildimi, poshshom?" degan savoliga "Ha" deb javob berdi va ko'p o'tmay komaga kira boshladi. Tez boshini ikki tomonga sollab, bu til" deya alaqsiray boshladi. 18-oktyabr. Seshanba kuni soat 10:30lardan boshlab yana tez, bu til, bu kechadan afandim, degan so'zlarni takrorladi. 17:30lardan boshlab 65 daqiqa uxladi. 17:37da ko'p siyib yuborgani uchun to'shagi almashtirildi. 19:45da ham bu hol takrorlandi. 19-oktyabr. Yotog'i va katta to'shaklari kichik divanga almashtirildi. Soat 15:30larda undan so'ralgan harakatlarni bajara boshladi. Masalan, undan tilini chiqarish so'raganida tilini chiqardi. Yon atrofiga qaradi. Tez ko'zi ilinardi. Soat 17:00da shisha tuvakni o'zi so'rab, kichik hojat chiqardi. 21-oktyabr. Mustafa Kamol ko'zini ochdi va oldida turgan dasturxon xizmatchilarining boshchisi Ibrohim Erguvanni ko'rib, "Ibrohim, sen shu yerdamisan? Bu yotoqqa qachon almashtirdinglar?" deb so'radi. Ibrohim Erguvan ba'zi sabablarga ko'ra yotoqni tez almashtirishga to'g'ri kelgani, bir marta 4 kishi yordamida bir to'shak orqali boshqa yotoqqa ko'chirilgani, bu paytda ustiga chiqilgan divan sinib qolgani uchun hozirgisiga 1938-yil 7-noyabr. Yakshanba.
Kunining boshlanishi soatlarida Otaturk yuqori tuban yotarkan, tuflanganida tufuk qon aralash tushdi. U qattiq g'amga botdi. Ora-sira o'qchirdi. Tun bo'yi bor yo'g'i 1 soatcha uxlagandi, qo'l-oyoqlarda paydo bo'lgan uvishishni ketkazish uchun uqalandi. Soat 10:30 da shifokorlar kelishdi. Mustafa Kamol qornida yig'ilgan suvdan shu qadar rohatsiz ediki, suvni darhol olishlarini so'radi. Doktor Nihat Rashod Balgar, "Amiringizni ertaga bajo etaylik. Chunki ma'lumingiz kim, suv olish muolajasidan oldin yurakni tekshirishimiz, kerakli tadbirlar ko'rishimiz lozim" dedi. Mustafa Kamol qat'iy qilib, "Buyuraman, bugunoq oling" dedi. Vaqt peshinga yaqinlashgan edi. Mustafa Kamol shaxsiy shifokora professor Nashat Umar Irdalp boshchiligida boshqa shifokorlarni ham chaqirtirdi va "Men juda beholman, qornimdan suvni tezroq olinglar" deb turib oldi. Professor Nashat Umar Irdalp jur'at qilib, "Hozirlik ko'ryapmiz, afandim, ertaga olmoqchimiz" dedi. Otaturk g'azablanibdi. "Bugunmi, ertami, nima farqi bor sizlarga? Hoziroq boshlang." Birinchi amaliyotni qilgan professor M. Kamol Oke hanuz Gulxona askariy tibbiyot akademiyasida saboq berish bo'yiz hozir saroyda emasligi, shuning uchun amaliyot ertaga qoldirilayotgani ma'lum qilindi. Shunda Mustafa Kamol dedi: "Mana, doktor Komilbey bor, zotan ishning ustasi, u qilsin." Shifokorlar sekingina uning yonidan chiqib ketishdi. Mustafa Kamol qoshlarini kergancha, "Nega ikkilanishadi? Bo'ladigan ish baribir bo'ladi", dedi. So'ng qorniga ishora qildi. Bunga ortiq chidab bo'lmaydi. Hozirlik ko'rib bo'lgan doktor Komilberg soat 12 da amaliyotni boshladi. Mustafa Kamol qornidagi hamma suvdan bir varkiya qutulishni istar. Har olinganida miqdori qancha bo'lganini so'rardi. Suv miqdorini doktor Nihat Rashod Belger nazorat qilib turardi. 6 litr olingach, ular bir-birlariga ishora qilib 12 litr olinganini aytishdi. Bu qalgi suv olishidan so'ng Mustafa Kamol ancha tetiklandi. Hatto enginlardan tayyorlangan taom yegisi kelganini aytdi. Ammo bu payt mazkur kukatlardan tayyorlangan taomni Istanbuldan topish imkonsiz bo'lgani uchun Xatayga buyurtma berildi. Enginar keltirilganida Otaturkning ahvoli ancha og'irlashgan, bu kukatdan tayyorlangan taomni yesh unga nasib bo'lmagan edi. 1938-yil 8-noyabr. Kecha tashvishli o'tdi. Otaturk chuqur konfuziya, tushuncha va aqliy qo'rishiqlik kuzatildi. Tongda bu yanada kuchaydi. Soat 18larga borib 2 marta qayd qildi. Oqshom yana tashvishlar boshlandi. Soat 24largacha biroz tinch edi, ammo atrofidagilarni yana tanimay boshladi. 2:10larda bir uxlab uyg'ongach, Rizvonni chaqirib, uxlolmaganidan shikoyat qildi. Sigaret chekdi. Tugamasidan ikkinchisini tutatdi. Uni yarimlagach, "Meni sayir qidir", dedi. Ortidan "Meni o'ng tarafga ag'darib qo'y, ustimni yop", dedi. Rizvon chiqmoqchi bo'lganida "Qayerga ketyapsan? Meni turg'iz, biron gap bo'lib qolmasin", dedi. So'ng yana yotqizildi. Uxlab qoldi. 6da uyg'ondi. Sud berildi. "Dengizdan motor tovushi eshitilmoqda. U nima?" deb so'radi Otaturk va yana uxlab qoldi. Soat 7:40larda tag'in Rizvon deya chaqirdi. Bir narsa istayotganini ishora bilan tushuntirishga harakat qildi. So'ng choy so'radi. Tuvak keltirilib, yengil hojat qildi. O'sha payt "Meni turg'izinglar", deb qoldi. Unga tuvak borligi eslatildi. Uf deb bir narsani tushuntirmoqchi bo'ldi, lekin kerakli so'zlarni topa olmadi. 1938-yil 9-noyabr. Tun. Mustafa Kamol yana komaga tushdi. Xirillash, jon talash kuzatildi. 1938-yil 10-noyabr. Ahvol yomon. Koma davom etmoqda. Hoyatlari bo'shatib olindi. Soat 2larda yarim balon kislorod berildi. Soat 8dan o'tganda Mustafa Kamolning yuzlari so'lg'inlashib, sarg'aydi. Bo'g'zidan xirillashga o'xshash ovoz chiqa boshladi. Shifokorlardan Komil Berk ko'zlarida yosh bilan suv shimitilgan paxtadan Mustafa Kamolning og'ziga suv tomchilatishga urinar, doktorlar Surayyo Hidoyat va Abravaya Marmarali sezgilarini nazorat qilib turishardi. Soat 9:05da Mustafa Kamol birdaniga ko'zlarini katta ochdi, boshini o'ngga chapga bir tashladi va so'nggi nafasini chiqardi. Mustafa Kamolning Sog'lik hayoti nomli kitobda Mustafa Kamolning so'nggi damlari shunday bayon qilingan.
Professor Badiiy Shaxsivor o'g'li qalamiga mansub bu asar bir tadqiqot, xolos. Agar Mustafa Kamolning yonida bo'lgan shifokorlar va boshqa shaxslar xotiralarini bayon etganlarida, bundan ham aniq, tafsilotli ma'lumotlar topilgan bo'lar edi.